chap qovurg'a osti og'riyaptimi va bu holat birorta zarbadan keyin yuzaga keldimi, bu oddiy lat yeyish bo'lmasligi mumkin. Bu taloqning yorilishi belgisi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun taloq yorilishi haqida gaplashamiz. Taloq yorilishi bu taloq to'qimasining shikastlanib, ichki qon ketishi bilan birgalikda keladigan holat. Asosiy sabablari yo'l transport hodisasi, sportdagi jarohatlar yoki balandlikdan yiqilish bilan birgalikda kechadi. Zarbaning kuchli yoki kuchsiz bo'lishi unchalik ahamiyatsiz, sababiki kichik zarbadan keyin ham taloqning yorilish holatlari juda ko'p holatlarda uchraydi. Chap qovurg'a ostida kuchli og'riq bo'lishi bu eng asosiy belgilardan biri hisoblanadi. Og'riq chap yelkaga tarqalishi mumkin, sababiki ular umumiy bitta nerv tarmog'i bilan ta'minlangan. Ichki qon ketishda teri oqaradi, umumiy holsizlik, bosh aylanish belgilari yuzaga keladi. Sabab qon tomirlar orqali miyaga qon borishi nisbatan kamayib ketadi, ichki qon ketganligi uchun. Qorinda shishi yoki bosganda og'riq bo'lishi esa bu eng xavfli signallardan biri hisoblanadi. Uni bunday holatlarda kutish yoki og'riq qoldiruvchi dorilarni ichish bu eng xavfli bo'lishi mumkin. Davolash esa holatga qarab kuzatuv qilish yoki og'ir holatlarda esa zudlik bilan operatsiya va bu natijasida splenektomiya, ya'ni taloqning olib tashlash amaliyotlari bajariladi. Kechikish bemor hayotiga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Agar sizda chap qovurg'a ostida og'riq bo'ldimi va bu holat zarba yoki avariyadan keyin yuzaga keldimi, unda darhol shifokorga murojaat qiling. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasali haqida ozgina gapiramiz.